Ya mayli, давайте. Kimlar hammani o'zini fikri bor. Hamma o'zi hozir 1,5% chiqdi. 3%ga, 5%ga chiqadi ekan. Nima nisbat? Nima u taqilla? Men bizdan qaytmayman. Menga isbotlashga urinmang, chunki men eshitmayman u temani. Chunki men bu Firibgarlik tarafdorimiz. Firibgarlik tarafdor. Sudxonlik ham bu yomon narsa. Endi hozir bu yerda kimdir qo'llab-quvvatlayapti, kimdir qarshi bo'lyapti. Shunaqa muzokaralar boshlandi. Bugun 4-iyun Rasul Kusherbayevni sud jarayoniga kelganmiz. Mana hozir sud jarayoni tugadi. Sud afsuski Rasul Kusherbayevni da'vosini qoniqtirmadi. bundan ishonch amalda qanchalik ta'minlanyapti. O'sha qonunni qoidalarini amalga oshirish uchun qonunlarda konstitutsiyaning qoidalarini amalga oshirish uchun qonunlarda konstitutsiyada Bo'ldi, siz doim usulni joriy etishingiz talab etiladi degan so'zlar mana so'zmasiz talab etiladi deyilayotgani bu, ya'ni endi qarang, prezident farmoni hamma uchun umumiy majburiymi? Prezident farmoni hamma uchun umumiy majburiy norma hisoblanadimi? Ya'ni ijro etib bilmasangiz siz kechirasiz. Endi aytyapman, umumiy majburiy norma deylik. Davlat nazorat qiluvchi organi boya aytib o'tdilar. Komissiya tashkil qilingan. Shuni so'rayotganimiz aynan o'sha biror bir qonunda yoki o'sha yangi qabul qilingan 246-sonli farmonda aynan tadbirkorlarning kassa apparatlariga nisbatan qanaqadir cheklovlar kiritilishi bo'yicha topshiriqmi, vazifami, norma ketganmi? 246da tanishib chiqdim buni kelishda ham. Endi bu ehtimol bilan aytyapman. Bu tegishli mutaxassis kelgandan keyin haqiqatan ham blokladik. Bloklaganimizning sababi mana bu norma deb aytadi. O'zimni boyagi mutaxassisligim bo'yicha aytadigan bo'lsam 246da shu kabi nimalar bloklanishi ko'rsatmasi soliq qo'mitasiga yuklatilgan. Endi mazkur ish mana butun omma ko'ryapti, mana biz ham ko'rib turibmiz, kuzatib. Ayni damda bu ish sudga chiqqan oxirgi nuqtaga. Shunda bu bitta ishda, bitta fuqarolik ishi. Vakolat doirasida javob bering. Xo'p, mayli. Demak, sizlarga murojaat qilsagina ko'rasizlar. Murojaat qilsagina emas. Ommaviy axborot vositalarida qayd etishingiz ham albatta ko'ramiz. Ko'rasizlar? Albatta, hozir ommaviy axborot vositalarida bu yotibdi mana shu. Shuni so'ramoqchi edim. Sudda ko'rilayotgan narsaga biz aralasha olmaymiz-da, shuni tushuning. Sudda bu ish ko'rilyapti. Agar bizga murojaat qilganingizda edi, yoki ommaviy axborot vositalarida tarqab ketganda edi, biz uni chaqirib tegishli tartibda o'rganib, ko'rib baribir sudga oshkor nima olib chiqardik. Tadbirkordan davomli yana ham takrorlanmasligi uchun boshqa iste'molchilarning ham huquqlari cheklanishini olib kelmasligi uchun konstitutsiya va qonundagi naqd kafolatini amalda ta'minlash nuqtai nazaridan demak o'sha sud qaror chiqargan kundan boshlab barcha xabardor qilish vakolatimiz bor. Bu narsani ko'rsatma yoki boshqa shaklda yetkazish vakolatimiz bor. Непонятные вещи. Определение спроса. Прошу, да, здесь Определение спроса, Расулайка. Я понял, я отвечаю по этому вопросу. Еще раз обращусь, у нас есть официальные, я не знаю, предписание, хат, документ, в чем я вот поделился судом, у меня вопросов нет, у меня все то же самое вопросы. Мы подчиняемся naqd pul mablag'larini qabul qilish majburiyatini yuklash va ma'naviy zarar undirish haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirish rad qilinsin. Da'vogar Kusherbayev Rasul Xidayliyevichdan davlat foydasiga 824 ming so'm davlat boji undirilsin. Propanga aniq. Masalan, biz Qo'qon shahrimizda 4805 ming bo'lib turganlar, hozir 7200 so'mda 1 litrga bo'lyapti. Bunaqangi narsani ta'siri shundamikin yoki boshqa joyda bo'lishi mumkin.
Biz endi uni bilmaymiz. Lekin gap shundaki, bu narsani ta'siri nimaga olib keladi? Hozir biz buni e'tiborsiz qoldiradigan bo'lsak, bundan keyin ham istagancha konstitutsiyaga zid nima ish qilsak bo'laverar ekan degan tushuncha olib keladi. Ya'ni qonun ustuvor bo'lmagan jamiyat bo'ladi. Ya'ni fuqarolarni istagancha huquqlari buzilishda davom etadi. Davlat organlari o'zini qulayligi uchun nima ish qilsa qilaveradi. Ya'ni oddiy aytganda davlat idoralari xalq uchun emas, xalq davlat idoralarining xizmati, yaxshi yashash uchun xizmat qilyapti-da. Shuning uchun bunaqa noto'g'ri narsa tug'ilgan zahoti to'xtatilishi kerak. Bo'lmasa u yana ham kattalashadi. Plastik kartadan qo'rqib qoldi. Chunki biz bir qator idoralarga vakolatlar berib tashladik. So'ramasdan pulni yechib olish. Ba'zilar nomiga kredit olib tashlangan, firibgarlik yo'lida o'zini xabari yo'q. Ba'zilarga qarz qo'yilgan, uni nizoli holati bor, uni oydinlashtirmasdan turib, tars kartasidan pul yechib olyapti. Bu odamlarda kartalarga nisbatan qo'rquv paydo bo'ldi. Qo'pol aytib istagani hozir yechib olyapti-da. Keyin to'lovni ba'zan qarz oldi bersa ham karta orqali qilaysa, yo'q, menga naqd ber. Hozir bersang, men dedi bankomatga yetkazib yechib oladi. Qo'rqib qolgan odamlar. Mana nima uchun odamlar bu tizimga o'tishni ba'zilar xohlamayapti. Ya'ni bu yerni to'g'rilab qo'yganda va odamlarni onlayn to'lovga o'tkazishni butun dunyoda sinalgan yechimlari bor, rag'batlantirish orqali, huquqlarni cheklash orqali emas. O'shanga odamlar hozir yo'q joyda pul yo'qotyapti va bundan yana o'sha kambag'al oddiy odamlar jabr ko'ryapti-da. Bu qanaqa bu? To'lov qilish, yana to'lov qilish. Sizningcha davlat prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytgandek, davlat idoralari xalqqa xizmat qilyaptimi yoki xalq hozir davlat idoralariga xizmat qilib qolyapti bu holatda? Chunki bir tarafda hozir prezident farmoni, ikkinchi tarafda konstitutsiya va qonun. Hamma gap shundaki, davlat organlarimizga, bizning yurist mutaxassislarimizga, vazirlik idoralaridagi yurist mutaxassislarga jur'at yetmayapti. Konstitutsiya ustuvor edi, bular qo'rqishyapti. Rahbardan gap eshitishdan, undan bundan gap eshish, ya'ni ikkiyuzlamachilik bo'lyapti. Ya'ni borni bordek tan olishga jur'at yetmayapti. Aniq yozilgan narsaga bugun ko'z yumilyapti-da. Ya'ni shap deb o'tiribdi-da, shaptolib aytolmayapti. Shaptolib aytishga vazirlik idoralarida rahbarlarida ham, xodimlarda ham jur'at yetmayapti. Qo'rqyapti. Baraka topkur, joningni oladimi, boshqami, xalq ko'rib bilib turibdi-ku, bunchalik darajada davlatchilikda davlat organlarini sharmanda qilish hech kimning haqqi yo'q. Biz shuning uchun bu sudgacha yetib keldik. Va oddiy savol, nima uchun odamlar to'lash uchun, to'lov huquqini qo'lga kirish uchun yana to'lov qilish kerak? Nimaga? Qani mantiq, qani adolat? Bunaqada odamlarda davlat islohotlarga ishonch qoladi. Qachonki o'ziga ma'qul vaqtda konstitutsiya qonun tan olmaydi, boshqa vaqtda tan olmayman degan ishni yo baho bersa bo'ladi. Eng qizig'i, turistlarni o'ylab alkogol va tamakiga o'sha sotishga umumiy ovqatlanish joylarida ruxsat beryapti naqd pulda. Turistlar uchun. O'zimizni xalqimiz, o'zimizni odamlarimiz bugun chet eldan kelgan turistlardan past darajadagi odamlar. Nega o'zimizni odamlarni o'ylamaymiz? Nimaga o'zimizni odamlarimiz ham naqd pul to'lovida qila olish kerak emas? Turistlar uchun sharoit qilinadi-yu, o'zimiznikilar uchun emas. Oddiy aytganda O'zbekiston o'zi kim uchun? Endi hozir natijani ko'ramiz, shunga qarab yana fikrlashamiz. Lekin yana ham aytadigan ketishim kerak. Bir paytlar pulimizni naqd qilish uchun plastik kartalardan naqd pul olish 30%gacha kerak bo'lsa, kimlargadir to'lab qilganmiz, bu hech kimga sir emas. Hammamiz esimizda bor. Xudo ko'rsatmasin, mashq ketishda ketib qolsak, mana qo'rqayotgan joyim bu joyga kelib davay deganim, ertaga naqd pulimizni plastikka o'tkazishga ham foizlar ko'tarilib ketmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Уже mana hozir 1%dan 1,5%, 2%, 3%, 5%gacha ko'tarilyapti. Lekin nimaga biz o'zimizni ishlab topayotgan peshona terimiz, mehnatimizni topayotgan pullarimizni yo'qotishimiz kerak degan savolni bermayapmiz nimaga? Mana shu joyda to'g'ri arzimas puldir 1 million o'tayotganda ha 10 ming so'm, ha 100 ming so'm birmiz. Lekin u oqibatda qancha bo'lishini hech kim o'ylab ko'rmayapti. Ertaga qancha bo'ladi bu? Masalachi to'g'rini sun'iy narxi ham ko'tarildi. Endi shu kecha kunduzga kelganda shunga ko'z yumilyapti-da. Bu nima uchun? Kimni manfaati uchun? Bir guruh paynetchilar yoki oddiy aytganda yoki shu pul o'tkazmasdan pul ishlaydigan tadbirkorlar foydasi uchunmi? Bu yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash shunaqa bo'ladimi? Fuqarolar huquqlarini cheklab qo'yish orqali bo'ladi. Ya'ni alam qiladigan shunda o'zimiz muqaddas deb bilgan
Huquqlar haqida gap ketyapti. Bu haqida gap emas. O'zlarini yo'qotirish, ular aytgan rag'batlantirishlar ketsa, ularga naqddan plastikdan to'lash imkoniyati yaratilsa, odamlarni o'zi o'sha narsaga intiladi-ku. Bunday olib qarasa, to'g'ri tushunishimiz kerak bu narsani. Bu